Srochno Instagramga kirdim. Buguncha dam olaman degandim Instagramdan. Lekin ammo mana bemaza rejissyorning intervyusini ko'rib, davleniyalarim miyalarimga chiqib ketdi. Ahad Qayum senga quta bormi? Senga quta bor ekanmi, bilad? Dalbayob, seni ko'tingdagi po'qlaringni aytib beraymi? Starhouse reklama qilib yotibsan, hech kimga kadastr chiqmayapti. 16 yoshda mashinaga o'tirgizib qo'yib Sabrinani urib yording, yaqinda operatsiyasi bo'ldi, qochib yurding, bilad, dalbayob. Endi bu yerda quta bormi senga? Quta bormi? Bemaza qo'ndi urug'i ko'p deb, bilad. Abbos o'rtog'ingligini bilamiz. Hozir mana shu rasm qo'yib qo'yaman. Endi iltimos qilsa yugurib kelib, "Ey dalbayob, sen ko'rmadingmi u qizni oldiga kirib nimaga intervyu olmading, yiban?" Bu ko'tvatda ikki tomonni ham eshitish kerak. Ana Abbos kartoshkachi, naverno, iltimos qildi shekilli, потому что ikkalasi o'rtoq. Iltimos qildi shekilli, yugurib kelibdi anaqaga, bolnitsaga. Bo'ldi ukam, biz yordam beramiz, bo'ldi. Saunada 16 yoshlilarda klipga olib chiqaman deb sikib yuramiz u billa. Bo'ldi. Bu joylarda men yordam beraman. Kim bu gap? Bir bemaza intervyuing ko'nglarim aynib ketdi oxirgacha. Ana doktor jurnalistlardan, kameradan qochib yurgan odam qanday rozi bo'lib qoldi senga kameraga tushishga? Bilad, kun o'z keldi, qalampir keldi, chiqmasdan qochib yurdi-yu, qandoqdan rozi bo'lib qoldi. Shunday bilinib qopti, bilad, podstavnoy intervyuligini. Yiban, kirib ko'r, nimaga dokumentlarini tekshirmang, dokumentingizni hozir ko'rsating, diplomlaringizni hozir ko'rsating demading. U vrach ginekolog-ku, qolgani zubnoylar-ku. Dalbayob, kommentariyini o'chirib qo'yibsan, men maza qilib so'kib yozmoqchi edim. Yiban, tuparili, qorni katta, gandon, shunaqa ishonasan ekan shu doktorlarga qonningni oldir, aptini qara baqaloq. Vrachda ahvolni ustuvoshini qara, bilay. Glavvrachda ustuvoshini qara. Ney, glavvraching haqqoniy ekan, prям hammasi haqqoniy deb qayta gapiryapsan. Nimaga aktrisalik qilib o'zini o'likka savolyapti? Ay yuragim deb nima aktrisalik qilyapti? Ahad Qayum, oxirgi situatsiyalardan keyin seni itam uvajat qilmaydi O'zbekistonda. Всё. 16 yoshlilarda aldab seni klipga olib chiqaman, yur, klipga olib chiqaman, yur deb hammani ota-onasini aldab qizingizni zvizda qilaman deb saunalarga olib borayotganingni hamma biladi. Xonsado Starhouse direktori bilan billa, bu direktorni ham qo'shib oldim men. Gandon biladi. Nech pul berishdi senga? Bekorga aytmaydi, bemaza qovunda urug'i ko'p. Kartoshkachi gandon skivording hammaga iltimos qilar. Mana Abbos ko't skivording уже hammaga iltimos qilib, meni maqtab chiqinglar. Meni bu narsa qilinglar. Qo'lingdan kelmayapti kartoshka. Antoshka. Paydom kapach kartoshka skivording уже. Hammani skivording yalinib. Iltimos meni maqtab chiqinglar deb. Ahad Qayumingni qo'lidan qo'toqda ish kelmaydi, потому что ko'ti po'q uni. Ko'ti po'q. Starhouse'da 300 ta, 400 ta, bir 500 ta odamni anaqasi chiqqani yo'q kadastri. Sabrinani operatsiyasida qochib ketdi, chet elga qochib ketdi. Ozdopani orqasiga yashinib oldi. Endi bunisi bir bemaza bir bitta gapni qaytaraveradi, bitta gapni. Ha, Gandon haqqoniy intervyu qilyapsan ekan. Kokosh o'sha yerda yotibdi.